أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربي فضل رحمة خم رزالهم أمد etib o'qilgan ushbu Qur'oniy karim oyatlarini rozi bo'lib qabullardan qil. Ularning hosil bo'lgan ajr savoblarini Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin anan ahli beyti sahabe kiramlarının, atabız Adam, anabız Havanın, jamiga anbiya mursalinlarimizning sizlarimizda haqlari bo'lib, duoga muhtoj bo'lgan musulmon qardoshlarimizni ati-ani, abi va irqiz tug'anlarimizning ruhlarini erishtirsan edi. Ularni bizdan rozi qilib, o'zing Allohdan rozi bo'l, ya Rabbi. Gunohlarini g'afo eyle, o'rinlarini jannatga qil. Qabr g'azoblaridan emin qilsan edi. Ya aziz Allohim. Allah rahmatlaring ila o'qigan shu jumg'a namozlarimizni, aytgan zikrlarimizni, tasbihlarimizni, o'qigan xutbalarimizni rozi bo'lib qabul qil. Ajr savoblarini nasib et, ya Rabbal alamin. Ya Rabbi. Endi shu jumg'ani o'quvchilar hisoblaridan bularga nasib et. Jumg'alarimizni qoldirmay, ya Rabbim, kelajak umrlarimizda doimiy g'ibodatlarda bularga nasiblar aylasan edi. Ya Rabbi, bizning gunohlarimizni g'afur qil. G'ibodatlarimizni qabul ayli ko'r. Endi ya Rabbi, balo qazo xavf xatarlardan, sehr zulmdan, shifosi bo'lmagan avrulardan o'zing bir saqla ko'rsan edi. Ya Rabbi, baxt saodat ber. Yurgan yo'llarimizda iminlik nasib et, ishlagan ishlarimizda xayrli o'ng'ish, barakat nasib etsan edi. Naq iymon qabul g'ibodatlar nasib eyle, ya Rabbil alamin. Endi fadl rahmatlaring ila xayla baxtli ko'ngil tinchligi bera ko'r. Mollarimizga barakat, mollahini berib, kishi qo'llarini muhtojlikqa chira ko'rma. Ya Rabbi, endi musulmon qardoshlarımizga qo'ydig'ina usullardagi quvvat, yengillik, birdamligini ber. Gunohlarini g'afo eyle, ularga barakatlaringni bera ko'r. Qur'on sunnat yo'llari bilan ya Rabbim, to'g'ri yo'llaringda birdamlik bilan yasharga yo'llar aylasan edi, ya Rabbi. Ya Rabbi, endi shu shiylarimizga kelgan ofatlarni da yengillayta ko'rsan edi. Sizlarimizdan Alloh ko'rsan edi, ya Rabbim. Bizga ya Rabbim to'g'ri adil turalaringni nasib etsan edi. Tawfiq hidayatlarini ularga bera ko'rsan edi, ya Rabbi. Ya Rabbi, bilganlik, faqirlik, muhtojlikdan, endi shu ya Rabbim so'g'ish ofatlaridan o'zing bo'lib saqlab ko'rsan edi, fitnalardan saqlasan edi. Endi ya Rabbim dunyolikda dunyo baxtidan erishib, oxiratda oxirat baxtlarini erishirga nasib etsan edi. Iymon bilan yasharga nasib et. Biz qazolarına kelir vaqtlarimiz yetkashda la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb jengil o'limlar bilan kalimat toyiba iymon so'zlari bilan endi Rabbim biz huzuruna kelib va'da etgan jannatlaringga kirishga nasiblar aylasan edi. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rahmatik. Allohu akbar. Allah rahmatlar olsun. Allah taolo qabul etsin inshaalloh.